sher bilan qolib ketadiku bola. Ana hind bolachi. Ko'rgansizlar? Qolib ketadi va oxirida chegaraga keladi anaqa. Qirg'oqqa kelgan paytida uni do'st bo'lib qoladi deyarli yo'lda oladi. Sher sekin-sekin do'st bo'lib, bir-biriga ko'zlariga qaraydi, boshqa qiladi. Siz ham tomoshabin sifatida bularni do'st deb tasavvur qilib qo'yasiz. Shunday kelgandan keyin bitta ayol sher ovozini eshitib, bu bolaga umuman qaramasdan kirib ketadi-ku ichkari. Shunda bola oxirigacha qaraydi, menga qaraydi, men uni do'st edim deb umid qilib qoladi. Keyin kirib ketgandan keyin bu yoqdan hikoya qilib turgan katta odamga o'tadi-da, aytadiki, men keyin tushundim. U meni do'stim emas edi. U g'amlarni yengish uchun menga vosita edi. Bitta o'zim o'lardim. U bilan kurashib qirg'oqqa kelib oldim. Men shu yo'lda ko'rganman. 2013-yil ko'rganman u kino. Shunda yonimdagi odamga aytdimki, odam o'ziga bir narsa topib olish kerak, sherga o'xshagan. O'lib qoladi odam surunkka oxirigacha. O'sha bilan kurashib bir balo qilasiz, yetarli atrofingda degan klubda haqiqatan inson kurashib, u bilan kurashib qanaqa bosib o'tganini bilmay qoladi. G'am